Avgust oyida eng ko'p keladigan переделка bu klassik shim переделкasi. Mijozimizda o'lchab bo'ladi deb tasdiqlaganlardan keyin ortiqcha uzunligini shimda o'lchab olamiz. Iloji bo'lsa belgi qo'yib ketinglar, esingizdan chiqib adashmasligi uchun. O'lchangan uzunligimizdan oldi tarafini 1 sm kalta qilib, orqa tarafini o'sha uzunligini qo'yamiz. Nima deganda tufli kiyilganda oldi biroz kaltaroq bo'lsa chiroyli turadi, ko'p yig'ilib ketmaydi. Xuddi shunaqa strelkasiga qo'yib chizib olamiz. Bunaqa ko'rinishda qilmanglar, bu xato bo'ladi. 4 qavat joyiga chizib oldim shimni. Endi ortiqchasini kesib tashlaymiz. Katta yoshda bo'lgani uchun 3 sm zapas qoldirdim. Juda ham tez o'smaydi, lekin o'sadigan bolalarda ko'proq zapas qoldirgan yaxshi. Qo'yadigan kantimizni yo yuvib olamiz, yo yaxshilab dazmol qilib olganimizdan keyin kantimizga biroz pasatka berib tikib olamiz. Kantimizni o'rnatib olganimizdan keyin overlock yordamida kleyshi lentamizni qo'yib olamiz. Kleyshi lentamiz ham 2 xil bo'ladi. Qog'ozlisi bor, mana shunaqa oddiysi bor. Men odatda oddiysini ishlataman, overlockda qo'yib ketganim uchun. Qog'ozlisi dazmolda yopishtirishga juda ham qulay. Endi tayyor bo'lgan overlockda qotirib olgan kleyshi lentalarimizni dazmol yordamida bir qavatini yopishtirib olamiz. Nimaga umumiy yopishtirmayman? Hamma joyi bir xil chiqishi uchun. Lineyka bo'lsa bizga uchini yig'ilib qolmasligida yordam beradi. Xuddi shunaqa usulda qilsanglar, uchi yig'ilib qolmaydi, shimimizni chiroyli to'kilib turadi. Mana shunaqa 4 ta yonidan kichkina zakripka berib qo'yaman. Ko'rganinglardek umuman bilinmaydi, yuvganinglarda ochilib ham ketmaydi. Klassik uslubidagi shimimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa foydali ma'lumotlar uchun bizga podpiska